Manınğa o'xshagan bir taqsi uy lag'ma etish har qanday ayol kishining qo'lidan keldi ham har qanday uyda pishidi. Muhimi lag'ma etish tas emas. Lag'manning xamirini o'lchamli holatda yug'irish, seni eg'ziq tetiqda qo'rish shu ayol kishining qandaqligini belgilaydi. Qozon beshingiz qarab, atgan tomoqlaringiz qarab, qandaq ayol ekanligingizni ishtiqlan bilgili bo'ldi. Әмсі біз 6 яшлық балыңызмы үгініп алалайдыған лағман қамыр жоғырышын үгінәйлі. Ішкічин ұнға бір чин су қойымыз, полу қошқыда ерім қошқа тарапыда тұз селветтіміз. Диққат қылдығашылар лағман қамырыны ішкі қытым түндіріп яқшы işləyimiz. Көріп мешей кәпсілер достlar, qo'shmag'anlar qo'shvelanlar, cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Lag'manning seni qo'rg'a vaqtimiz diqqat qildiganlar, go'shni baq qorditib qo'rvatmaymiz. Bir ishga qo'rvatgandek qilam, Sinjang samsaq so'ngpiyaz video ko'rsatgan bo'yicha silib, sayning rangini qizil chiqarish uchun chanvagan lozimizdimi, bir qo'shqa tarafga silib, pamdir silib qo'raymiz. Odatda öysay qo'rg'a vaqtimizda yangyoni bekchiq silvatmaymiz. Yangyo bilan basayning o'lchimini o'xshash nisbatda qilsanglar bo'ldi. Uningdagi mening ishlatganim cho'ng ustamning qo'rim sayti tutqisi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bormish, say qo'rsam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab baqsanglar bo'ldi. Ta'mi gap ketmaydi, mush bir bo'laqni har qanday sayga ishlasanglar bo'laverda. Qo'rim bilan qo'rsanglar, sasanglar bo'ldi. Eng oxirida qizillar, ko'klarni silib bir ishga qo'rvatgandan keyin muvofiq miqdorda qaynoq suv quyib yetamiz. Әмді бұның тұз тәмін тетіп, әң ақырда ұшшақ чанываған самсақын сіліп, ішкі қорыплам асақ болды, бәк ұзын қорвәтмі сағлам болды. Әткен өйләғмені сіләй ярған болса, инкас райынға ақсыз гүліріңлан әвәттіп, мені рғбәтләндіршін ұтып қамаңла, келер кісан текіміз әрқыл, үгініп алдыңыз мұ?